So'nggi yillarda butun dunyoda havoni ifloslanishi, mana shu holat bilan bog'liq kasalliklarning ko'payishi dolzarb masalaga aylandi. Tegishlicha mana avtomobillarning ko'payishi, qurilishlarning ko'payishi, daraxtlarning kesilishi, suv havzalarining ko'mib yuborilishi, bularning hammasi havoni ifloslanishiga sabab bo'ldi va iflos havo insoniyat sog'lig'iga tahdid soluvchi omillardan biri bo'lib qoldi. Endi bu holatda shifokor sifatida endi odamlarga tavsiya qilamiz, uyda bo'lgan paytinglarda albatta ana shu havolarni tozalab beruvchi vositalardan foydalaninglar. Ularning turlari ko'p. Misol uchun havoni manfiy ion bilan boyitib beruvchi apparatlar bor, ularni ionizator deymiz. Havoni namligini ta'minlab beruvchi apparatlar bor, namlovchi deymiz ularni. Keyin havoni iflos havoni yutib, changlardan tozalab beruvchi vositalar bor. Mana bularni o'zini o'rni bor ishlatiladigan va hammasini bitta paytni o'zida bajarib beradigan narsalar taklif qilinadi va biza bemorlarimizga, allergiyasi bor bemorlarga va umuman kasali bo'lmagan odamlarga ham aytamiz, uyda endi ana shu narsalarni ishlatib, shu narsalardan foydalanib, uyni havosini tozalab turish tavsiyasi beriladi.